aytishing yaxshiroq. Kiyovlar. Aynan ay. Oylikda olib chiqinglar, oylikda. Voy, meni kichkina kiyovimdan. Bol, erkalanmang. Xo'sh, oyligingizdan nima olib beray? Endi adajon, ichki yo'ga ham mashina kerak, ham uy kerak deganlaridek. Cho'zilmay, shapa ayting, nima olib beray? Endi sinfdoshlarim meni rosa izdivatsiya qilishyapti. Yo'q. Shu uyga chaqirmoqchi edim, adajon. O'zingiz yaqinda kiyov bo'lib tushgan bo'lsangiz, o'rtalaga balo bormi? Undan ko'ra qisib o'tiring, o'rtaq. Shunaqa qilsangiz ketib qolaman. Voy, qayerga ketib qolasiz? Oyimnikiga. Oyingiz ham katta qilib ochib kutib o'tirgan bo'lsa kerak darvozasini, ha? Voy, meni multfilm kiyovimdan. Qani, barsetgani oching, ichidigini choching. Endi Uyalmang. xijolat bo'laman dada. Ha. Mana yerda rezinkasi bor. Kelvin Klein deb yozilgan. Siz undan ko'ra kiyov bola, tug'ing. Tug'diring. Xo'sh, kiyov bola, oyligingizga nima olib bering? Endi adajon, menga hech narsa kerak emas. Shu qizingizga tug'ilgan kuniga bir qarishli kabluk tufli olib beray deyotdim. Bizda xonadonga 150 kiloli bitta kabluk yetadi. Mayli, unda nabiralaringizga bozorga tushib tursi maycha olib kelmoqchi edim. Siz tentakmasmisiz, kiyov? 21-asrda yashayapmiz. Qanaqa tursak? Mana chikaku tagliklari bor. Bolangizga shuni taqing, allergiya toshirmaydi, bir chiroyli sifatli narsa. Siz o'zingiz ham taqing buni. Nimaga? Mana yeganda qaygadir chiqarish kerak-ku, kiyov.